Kishida xatolik, kamchilik bo'lishi tabiiy narsa. Buni kechira bilishlikda ham o'rganishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytadilarki, ayol kishi qovurg'adan yaralgan, qovurg'a qiyshiq bo'ladi. Uni to'g'rilayman desanglar, sindirib qo'yasizlar, boricha yashaylar dedilar. Demak, o'zi yaralishi, vujudi o'zi qiyshiq. Uni to'g'rilashga harakat qilsak sindirib qo'yamiz. Uni sindirish taloq, Xudo saqlasin. Ana shuning uchun ba'zi kamchiliklariga ko'z yumishda ham o'rganishligimiz kerak. Ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizlarga ta'lim berdilarki, ayollarning kamchiliklariga ko'zinglarni yumishda o'rganinglar. Ha deb bir kamchilikni topib, kavlab, janjal chiqarib boshqa qilmaslik kerak. Ayolda kamchiligi yo'q bo'lishligi mumkin emas. U jannatda bo'ladi inshaalloh. Bu ayniqsa yoshlarimizni, hozir yosh yigitlarimizni u hayolotidagi ayol uylangandan keyin u hayolidagi chiqmay qolishligi, bu hammasi u xom hayol. Kinoda hayotga tatbiq qilmaslik kerak. Kitobdagi bo'lgan sevgi qissalarini